Assalomu alaykum hammaga. Bugun uy sharoitida patir tayyorlashni ko'rsataman. O'zim uslubim bo'yicha patir retseptini opisaniyada yozib qoldiraman. O'ylaymanki, sizlarga bu retsept foydali bo'ladi. Bu retsept bilan qozon patir qilsalaring ham bo'ladi, duxovkada pishirsalaring ham bo'ladi. Buni 3 ta qildim, 3 zuvala qildim. Ikkita kichkinaroq, bitta kattaroq. Hozir ikkitasini pishiraman. Bittasini muzlatgichga muzlatib qo'yishga qo'ydim. Любой vaqt kerak bo'lganda zavtrakka shunday chiqarib muzdan tushirib pishirishga tayyor xamir bo'lib turadi. Ko'pincha shunday qilaman. Sizlar ham shunday qilasizlarmi? Patirni chekkalarni pichoqda kesishni yaxshi ko'raman. Juda ham chiroyli chiqadi. Bu patir ichiga agar yong'oqli xohlasangiz, yong'oq ham solishingiz mumkin. Shunaqa ko'rinishda yoqadi menga. Bu patirni listga qo'yganim. Men ustiga qatiq suraman. Xohlaganlar tuxum surishi ham mumkin. Bu yoqda уже pishdi. Pishganda issiqligida hidlari ishtahalarimni ochib yubordi. O'zim yeb oldim. Assalomu alaykum hammaga. Bugun uy sharoitida patir tayyorlashni ko'rsataman. O'zim uslubim bo'yicha patir retseptini opisaniyada yozib qoldiraman. O'ylaymanki, sizlarga bu retsept foydali bo'ladi. Bu retsept bilan qozon patir qilsalaring ham bo'ladi, duxovkada pishirsalaring ham bo'ladi. Buni 3 ta qildim, 3 zuvala qildim. Ikkita kichkinaroq, bitta kattaroq. Hozir ikkitasini pishiraman. Bittasini muzlatgichga muzlatib qo'yishga qo'ydim. Любой vaqt kerak bo'lganda zavtrakka shunday chiqarib muzdan tushirib pishirishga tayyor xamir bo'lib turadi. Ko'pincha shunday qilaman. Sizlar ham shunday qilasizlarmi? Patirni chekkalarni pichoqda kesishni yaxshi ko'raman. Juda ham chiroyli chiqadi. Bu patir ichiga agar yong'oqli xohlasangiz, yong'oq ham solishingiz mumkin. Shunaqa ko'rinishda yoqadi menga. Bu patirni listga qo'yganim. Men ustiga qatiq suraman. Xohlaganlar tuxum surishi ham mumkin. Bu yoqda уже pishdi. Pishganda issiqligida hidlari ishtahalarimni ochib yubordi. O'zim yeb oldim.